Moslashtirish masalalariga o'tyapmiz. Demak, tinch turgan m teng 4 kilogramm masal jismga 54 tartibda tasdiqlayapti. Jism va sirt orasi ishqalanish koeffitsiyenti 0,4 ga teng ekan va alfa teng 37 gradus berib qo'yibdi. Demak, biz birinchi hal qilamiz hozir o'zi qanaqa kuchlar paydo bo'lyapti. Demak, birinchi bo'lib mana kuchni proyeksiyalab olsak, F kuchda ikkita proyeksiyasi bor hozir. O'ng tomonga yo'nalgan F x proyeksiyasi va bu burchak yopishganligi uchun F kosinus alfani beradi. Yuqoriga yo'nalgan ikkinchi proyeksiyasi bu F y. Bu bo'lsa burchak qarshisida, demak F sinus alfani beradi. Qiymatini ham topib qo'yishimiz mumkin bemalol. Demak, 50 newton bo'lsa, kuch 50 ko'paytirilgan 37 gradusda sinus 0,6 ga teng. Demak, qiymat bittadan nollar qisqarib ketsa 30 newtonlik kelib chiqadi. F kosinus alfa bo'lsa 50 ko'paytirilgan kosinus 30 0,8 ga teng. Nollar qisqarib turib bu 40 newtonlik kelib chiqyapti. Endi bizda ma'lum bo'lgan kuchlar qanaqa? Xo'sh, m masali jismda o'zi pastga yo'nalgan mg og'irlik kuchi bor. Mg og'irlik kuchi bor. Yuqoriga yo'nalgan normal reaksiya kuchi bor. Demak, harakat o'ngga bo'lyapti. Demak, harakatga qarshi ortga F ishqalanish kuchi bo'ladi. Ana endi kuchlarni muvozanatlashni boshlaymiz. Birinchi bo'lib normalga qo'shilyapti y o'qida Fy qo'shilyapti va teng bo'lyapti pastga yo'nalgan kuchga mg ga. Xulosa quyidagicha: yuqoriga yo'nalgan kuchlar pastga yo'nalgan kuchlarning yig'indisiga teng bo'lishi kerak-da. Endi o'ngga yo'nalgan kuchlar chapga yo'nalgan yig'indisiga teng bo'lishi kerak, lekin hozir bizda tezlanish bilan harakat qilsin deyapti birinchi holatda. Demak, oldiga a tezlanish bo'lsa, orqaga ma inersiya kuchi bo'ladi. Ana, demak, y o'qida bo'lsa, y o'qi bo'ldi. Endi x o'qidagi kuchlar muvozanati bo'lsa, quyidagicha bo'lyapti. Ishqalanishga ma qo'shilyapti va ularni nima to'xtatib turuvdi? O'ng tomonga fx. Mana bu narsa va ishqalanishning o'zini formulasi bu mu n. Shu sistemani ishlasak bo'ldi. Demak, ketdiga. Birinchi bo'lib normalni qiymatini topaylik. Demak, normalni qiymati teng bo'ladi nimaga? mg ayrilgan fy ga. Demak, normal teng bo'lyapti. Xo'sh, mg da qiymat 4 kilogrammda 40 bo'lyapti. Fy bo'lsa undan ayirma bo'lishi kerak. Fy da qiymati bizda necha edi? 30 edi ekan. Demak, 40 dan 30 da ayirma qilsak, demak, normalni qiymati 10 newtonlik kelib chiqyapti. Xo'sh, endi ishqalanish qiymati bo'lsa, miyuni qiymati 0,4 edi. 0,4 ko'paytirilgan 10 bo'lsa, demak bu 4 newtonlik kelib chiqyapti ishqalanish qiymati. Xo'sh, 33 da bizdan so'ragan jism olgan tezlanishni aniqlang deyapti. Demak, tezlanishni topishimiz uchun buni ikkinchi tenglamaga qo'ysak bo'ldi endi. F ishqalanish 4 newton bo'lyapti, plus massasi 4 da, demak 4 ko'paytirilgan a tezlanish teng va fx qiymati bizda 40 newton edi. Endi 4 u tomonga o'tsa 4a teng 36, bu yerdan a teng 9 metr taqsim sekund kvadratligi kelib chiqadi. Demak, bizda S javob 33 lik javobi bo'lyapti. Endi jismning 3 sekunddan keyingi impulsini toping debdi. Bizda uni tezlanishning qiymati bor. A teng 9 metr taqsim sekund kvadrat bo'lsa,
tezlik formulasi. Tezlik formulasi bu yerda endi boshlang'ich tezlik yo'qligi uchun atadan foydalanamiz. Demak, 9 ko'paytirilgan 3 bo'lsa, bu 27 metr taqsim sekundni beradi. Impuls formulasi bo'lsa, mv ga teng edi. Massasi 4 ekanligidan va tezligi 20 metr taqsim sekundni topganimizdan so'ng ko'paytmasi 8 u 108 deb beradimi bu? Demak, javobimiz hozir 34-masala yechimi bo'lib qolyapti. Endi jismning 4 sekundlik kinetik energiyasi 2 sekundlik energiyasi qanchaga farq qiladi deb qo'yibdi. Demak, 4 sekundlik kinetik energiyasi, demak biz hozir V teng AT formuladan foydalanamiz. Bizga V2 kerak. Demak, 9 ko'paytirilgan 2 18 metr taqsim sekund bo'ladi. 4 sekundda kinetik energiyamiz bo'lsa 9 ko'paytirilgan 4 bo'lib 36 metr taqsim sekund bo'ladi. Endi qancha farq qiladi deyapti ekan. Bizdan hozir delta y so'ralyapti. Delta y bu y4 ayrilgan y2 bo'lishi kerak. Demak, delta y teng m v4 kvadrat taqsim 2 ayrilgan m v2 kvadrat taqsim 2. Bu yerdan m taqsim 2 dan chiqarib tursak, bu yerda v4 kvadrat ayrilgan v2 ni kvadrati qoladi. Demak, mimiz massasi 4 edi, taqsim 2, v4 imiz 36 ni kvadrat ayrilgan 18 ni kvadrat. Demak, buni hisoblashda nima qilsangiz yaxshiroq? Bu yerda 2 bo'ladi, bir marta ayirib, bir marta qo'shib yuborsak formulaga qo'yib. 36 18 ayrilsa 18 qo'shilgan mahal 54 bo'ladi. Endi bizda joulda so'ragan 2 18 54 ko'paytmas. Ikkara 54 imiz 108 bo'lsa, demak 18 ko'paytirilgan 108 a. Xo'sh, bu 1800 ga qo'shiladi. 8 ta 18 imiz 44. Xo'sh, demak, buning javobi 1944 mi? Bizda javob B ekan. Demak, bu 35-masala yechimi bo'lib turibdi bizda.